Biz Tanavar Surxonda mana Surxondaryo viloyati Angor tumanida biz umumiy yer maydonimiz 165 gektar maydonimiz bor. Shunda yana biz yetishtirib chiqargan narsalarimiz pomidor, ko'kat holatlar shu eksport chetulga qilish shunaqasi. Endi bunga yangilikqa bir yil olib kirib kelindi mana Gollandiyadan mana shu ko'chatlar olib kelib qulpanay. Eksport holatda shundan foydalanyapmiz, ko'ryapmiz. 1,5 gektar joy gidroponika usulida ekkanmiz. Keyingi holatlar qolgan maydonlarimizda gonga navli karam yetishtiryapmiz, burukli. O'sha 2 xil 3 xil navli yetishtiryapmiz. U ham eksportni variant, chetga eksport qilamiz. Xudo xohlasa o'tgan yil ham qilib yakunlaganmiz. Zellarimiz ham shu eksport qilyapmiz. Endi xudo xohlasa bundan bag'riga biz bekka rahbariyat, ishchi kuchi, agronomlar yangi kelgan yetishib bir yil holatga yetib keldik. Kelganimizga 7-8 oy bo'ldi. Endi kelgusi narsalarga ko'p 3-4 xil narsa qo'shmoqchimiz. Qarampir yangilik qildik, o'zbek qarampir ekmoqchimiz. Ko'chatlarimiz tayyor endi, yana xudo xohlasa 2 xil narsa rejada bor. Kuzgi, qishki holatlarga rejamizga, planlarimizga kiritildi. 50 dan ortiq ishlaymiz. Keyin bizda endi mavsumiy misol karamlar, terimlar bo'ladi. Terimlar bo'lganda 170-80 ta odam ishlatamiz. Kelgusida ochiq maydonlarga endi pomidor ekyapmiz. Karam ekamiz, bir kilo karam ekamiz. Keyin seni ko'katni bir 7 xil, 8 xil assortiment holatini ekmoqchimiz.